Sizlar so'radinglar, sizlar talab qildinglar. Suhrob do'stim bilan bo'lgan birga bir challenge revansh qismi tomosha qilinglar. Bolalar bizga xuddi birinchi videomizda bo'lgan kabi bugun ham umumiy 5 xil zadaniyalar bo'ladi. Birinchi zadaniyamiz o'sha perikladinani poylash. Har bittamizda umumiy 5 tadan urinishimiz bo'ladi. Kim ko'p poylagan videoda ko'ra olasizlar. Ha, aytgancha bitta perikladinani poylash bu bitta gol hisobiga o'tadi. Ko'ringlar. Zadaniyani birinchi men boshladim. Ketdi mana birinchi urinish Suhrobni, ko'ringlar. Yo'q, tegmadi. Bolalar mana hozir ko'rdinglar ikkinchi udarni o'zimiz ham perikladinaga tegdi deb o'yladik, lekin bu ustunga tekkan ekan. Takrorni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, o'z qo'yib beramiz. Ketdi, 3-urinishi. Yo'q. Suhrob. Nimaga shoshilyapsan jira? Bilmayman, shunday. Bilmayapti-da. Perikladinadagi Suhrobni oxirgi urinishi. Ketdi. Yo'q. Suhrob nimaga tegma? Jura omad kelmayaptim deyman, qara. Omad maksimali yo'q, qara meniga. Ha, keyingi vaziyatlarda olib chiq. Bolalar mana perikladina, ya'ni birinchi zadaniyadagi birinchi urinishim. Ko'ringlar. Voy, birinchisi tegmay qoldi. Mayli, 4ta urinishim bo'ldi. Ikkinchi urinishim. Demam. Boshdagi 2ta urinishdan urmadim, 3-urinishim. 2ta urinish qoldi, 2tadan bitta urishim kerak hech bo'lsa-da. Voy! Ozgina qoldi-ya. Bitta urinish qoldi. Oxirgi urinishim. Ikkalamiz ham bilmayman nima uchun 5 tadan umuman urmadik. Navbat ikkinchi zadaniyaga. Bolalar bizda ikkinchi zadaniya sizlarni yo'qtiradigan zadaniyalaringiz bu long shot. Har bittamizda 5 tadan urinishimiz bor. Bu zadaniyani birinchi bo'lim men boshlab beraman. Maksimalni gol urib, maksimalni oldinga o'tib ketishga harakat qilaman. Bolalar mana ikkinchi zadaniyadagi birinchi urinishim, ko'ringlar. Birinchisi o'xshamay qoldi, yaxshi aylandi, lekin gol bo'lmadi. Bizga lekin gol kerak. Wow, golni ko'rdingizlar, zo'r aylandi. Ikkinchisidan gol urdim, hozircha 1-0 hisobda oldindaman. Shunaqa super goldan keyin 3-urinishim. Bilmayman. To'p. Bolalar mana ko'rdinglar, ikkinchisi ham, uchinchisi ham super gol bo'ldi. To'g'ri, uchinchisiga ozgina bir shubhali ko'ringandi, lekin takroriy efirlarni ko'rdik biz, gol ekan. Ketdi 4-urinish. Voy, yana o'sha tomonga aylantirmoqchi edim. Aylantirdim, to'sib qoldi lekin. Bolalar oxirgi urinish. Oxirgi urinishda shunchaki tepib yubordim. 5 tadan 2 ta gol urdim. Endi uni navbatda unikini maksimal to'ssam agar hammasini 5 tadan 2 ta gol urib oldinga o'tib ketgan bilaman. Ko'rdingizlar, Qozimjon 5 tadan 2 ta urdi. Lekin ikkalasi ham yaxshi bo'ldi. Mana men o'sha qaratdim. Ketdik. Yaxshi desa gol. Yana yomon ketdi. Ko'rdingizlar?
4ta urdim, ikkitasi gol bo'ldi. Bu ham juda ham maksimum harakat qildi. Yaxshi, do'stlar, yaxshi. Bola mana o'zi ko'rdinglar, ikkinchi zadaniyadan keyin hisoblar vashcha kutilmagan darajada o'zgarib ketdi. 3-2 hisobda yutqazaman. Bizda 3-zadaniyamiz bu varata reys, darvozabon to'pni diagonal o'tib beradi. Bitta ostanovka qilib gol urish darvozaga yo'llash kerak. Bunda ham har bittamiz 5 ta urinishimiz bor. Buni birinchi bo'lib Suhrob boshlab beradi. Ko'ringlar. Evet. Okul gitsin. Vallahi o'zingizlar ko'rdinglar. Bu Suhrob 3-zadaniyada bitta gol urib 4-2 hisobda oldinda boribdi. Endi men navbatim hozir 5 urishim bor. Hisobni tenglashtirib, agar harakat qilaman, oldinga ham o'tib ketishga. Ko'ringlar. Böyle boşa. Bir topla boşa. Vallahi oxirgi urinishim, oxirgisi bitta urishim kerak bo'lsa. Bolalar o'zinglar ko'rdinglar, 4-2 hisobda orqada qolaman. Bizda 4-zadaniyamiz, o'sha zadaniya. Kichkina martani ko'rib turibsizlar. Taxminan bir ansherlardan bir 10 metrlardan turib o'sha kichkina martani qo'llashimiz kerak. Bunda ham har bittamizda 5 ta urinishimiz bor. Bu zadaniyadan birinchi bo'lim men boshlab beraman. Ko'ringlar. Birinchi urinishim. Bolalar ikkinchi urinishim. Yes, ikkinchisi kirdi 4-3. Zor, 4-4. 4-chi urinishim. Voy, bo'lmadi. Bitta. Bola oxirgi urinishim, shuni ursam hozir 5-4 hisobda oldinga o'tib ketaman. Lekin urishim kerak. Voy. 4-4 hisob. Vashcha ahvolim og'ir bo'lib qoldi. Mayli ko'ringlar. Mana bosib ko'rdim, qo'ydim 5 dollardan 3 dollar. Xo'p do'stlar, Suhrob 4-zadaniyadagi ikkinchi urinishi ketdi. 5-4 bo'ldi. Bitta 3-urinish. Kichkina vartani perkladinasiga. 3-urinish. Yaxshi. 6-4. Buni oxirgi urinishi ketdi. 6-4 hisobda orqada qolaman. Maksimalni urishim kerak kengisini. Bolalar bizda 5-zadaniyamiz.
Bu yana o'sha oldingi videomizdagi zadaniya, taxminan 25 metrlardan darvozaga havolatib gol urish kerak. O'sha darvozaga kirgan payti to'p havodan kirish kerak. Hozir 6-4 hisobda orqada qolaman. Maksimalni gol urishim kerak, boshqa umuman ilojim yo'q. Maksimalni gol urishim kerak. Bu zadaniyani Suhrob boshlab beradi. Ko'ring. Ketdi Suhrobni birinchi urinishi. Suhrobning ikkinchi urinishi ketdi. Ana bu kirdi zo'r. Suhrobning uchinchi urinishi. Kirdi zo'r. Kirdi. Suhrobning oxirgi urinishi ketdi. Shuni urolmasam menga ozgina bo'lsa ham shans bor. Birinchi urinishi. Birinchi urinishi. Davay. Boshla. Bola oxirgi urinish. Xo'p, bolalar bizada 6-zadaniyamiz. Darvozabon pas beradi igrokka. Igrok bitta kasanada vartaga urish kerak. Masofa lekin kamida bir 15 metrdan uyoqroq bo'lish kerak, chunki yaqindan bo'lmaydi bu narsa. To'xtatmasdan urish kerak. Bunda ham arbitramizda 5 ta urinishimiz bor. Bu zadaniyani men boshlab beraman. Ketdi. Bil. Zo'r. Öyle toplagan. Ha, boshar. Ha? Va bolalar oxirgi 7-zadaniyamiz. Bu zadaniyamiz shundan iboratki, hozir long shot tepgan bo'lsak, endi bunisi shtrafnoy stenka bilan 2 kishi stenkada turadi. Bunda ham arbitramizda 5 ta urinishimiz bor va bu zadaniyani Suhrob boshlab beradi. Bola oxirgi zadaniyadagi birinchi urinishi. Ay. Bola oxirgi urinishi. Mana do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar. Revansh videomizda afsuski men revansh olmadim. Umr 8 hisobda yana mag'lubiyatga uchradim. Hozircha shot 2-0 baribir qozonaman. Men baribir trilogiya xohlayman. Trilogiya videosini olamiz baribir. Qancha like bo'lsin Suhrob ayt. Qancha like bo'lsin? Shu videogami? Ha. Shu 200 ta bo'lsa yaxshi bo'lardi. 200 ta bo'ldi, normal. 200 ta like sizlardan va biza xuddi shu zadaniyalar bilan Suhrob kelasan. Albatta kelaman. Bo'ldi. Ana shu videoga 200 ta like, biz trilogiya videosini olamiz. Albatta unda men revansh olaman. Sog' bo'linglar.